Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoga switch qo'yishlikda ularning sxemasini so'rashgan ekan. Switchni ishlatishlik uchun bizga bobina, kondensator, relay, переключатель kerak bo'ladi. Ulanishi +12 переключатель orqali relayni 86siga va bobinani ikkita stekeri bo'ladi. O'shani pastagisiga ulangan. Minus relayni 30-raqamli oyoqchasiga va 87A85 bitta qilib chiqish bo'ladi. Bu kondensator orqali uzilmasdan bobinani ikkinchi stekeriga ulanadi. Kondensator kursiga mana minus berish kerak. Ishlatib ko'ramiz. Mana switchadagi iskra Bittaga ovoz relaydan chiqyapti. Relayni ishlash. Oddiy sxema. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.